Bugun men juda muhim masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. 1 avgustdan boshlab qariyalarga berilishi aytilayotgan prezidentning 1,5 million so'mlik mablag'i nimaga sarflanishi mumkin? Kimlar bundan foydalanadi? Kimlar noto'g'ri tushunib qolmasligi kerak va eng muhimi bu pulni olish yoki undan foydalanishda qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli, chunki deyarli har bir xonadonda ota-ona, bobo-buvi yolg'iz yashayotgan pensioner yoki parvarishga muhtoj keksalar bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar ko'pchilikning pulini, vaqtini va asabini asraydi. Men avvalo bir narsani aniq aytib qo'yaman. Har qanday ijtimoiy yordam, kompensatsiya yoki maqsadli mablag' oddiy naqd pul tarqatish sifatida tushunilsa, keyin odamlar orasida norozilik, tushunmovchilik va keraksiz yugur-yugur ko'payadi. Ko'pchilik 2,10 million so'm berilar ekan, demak borib naqd olib kelaman deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda bunday mablag'lar ko'pincha maqsadli bo'ladi. Ya'ni u aniq ehtiyoj uchun ajratiladi. Dori-darmon, tibbiy xizmat, reabilitatsiya vositasi, parvarish, kommunal yoki ijtimoiy xizmatlar bilan bog'liq xarajatlar. Shuning uchun men bugun aynan nimani tekshirish kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Qaysi holatda siz xavotir olishingiz shart emas? Qaysi holatda esa tezroq harakat qilishingiz kerakligini batafsil tushuntiraman. Oldin ko'p masalalar mahalla. Tuman ijtimoiy himoya bo'limlari, pensiya tizimi, tibbiyot muassasalari va turli jamg'armalar orqali alohida hal qilinar edi. Masalan, keksa odamga dori kerak bo'lsa, alohida murojaat qilinardi. Nogironlik aravachasi kerak bo'lsa, boshqa tartib bo'yicha ariza berilardi. Yolg'iz yashayotgan pensionerga ijtimoiy xodim kerak bo'lsa, yana boshqa ro'yxat, boshqa komissiya, boshqa tekshiruv bo'lardi. Natijada odamlar qaysi idoraga borishni bilmay, bir joydan ikkinchi joyga qatnardi. Endi esa davlat ko'proq maqsadli yordam berish, ehtiyojni aniqlash va mablag'ni aynan shu ehtiyojga yo'naltirish tarafga o'tmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan ham, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan tomoni bilan ham muhim. Men buni juda sodda qilib tushuntiraman. Agar qariyalarga 2,5 million so'mgacha yoki 2,5 million so'm miqdorida yordam haqida gap ketayotgan bo'lsa, siz birinchi navbatda bu pul kimga beriladi degan savolni emas, bu yordam qaysi ehtiyoj uchun ajratiladi degan savolni berishingiz kerak. Chunki ijtimoiy yordamda eng muhim narsa toifa va asosdir. Qariya degani hamma pensioner degani emas. Har bir pensionerning sharoiti bir xil emas. Kimdir 3 million so'm pensiya oladi, farzandlari bilan yashaydi, uy-joyi yaxshi, dori-darmon xarajati kam. Yana kimdir 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Yolg'iz yashaydi, bosim, diabet, yurak kasalligi bor. Oyiga 600 ming so'mlik dori oladi. Davlat aynan ikkinchi holatdagi odamni ko'proq qo'llab-quvvatlashga harakat qiladi. Shuning uchun barcha qariyalarga degan gapni eshitganingizda darhol xulosa qilmang. Amalda barcha so'zi ko'pincha keng toifadagi keksalarga qaratilgan chora degan ma'noda ishlatiladi, lekin ichida albatta mezonlar bo'ladi. Masalan, yosh bo'yicha mezon bo'lishi mumkin. 65 yoshdan oshganlar, 70 yoshdan oshganlar yoki o'zgalar parvarishiga muhtoj keksalar. Ijtimoiy holat bo'yicha mezon bo'lishi mumkin. Yolg'iz yashovchi, kam ta'minlangan, nogironligi bor. Ijtimoiy himoya yagona reyestrida turuvchi, tibbiy xulosaga ega bo'lgan shaxslar yoki xarajat turi bo'yicha mezon bo'lishi mumkin. Faqat dori-darmon, faqat reabilitatsiya vositasi, faqat tibbiy ko'rik, faqat parvarish xizmatlari uchun. Men birinchi navbatda farzandlarga murojaat qilaman. Agar sizning ota-onangiz yoki bobo-buving'iz pensiya yoshida bo'lsa, ularning holatini pensiya oladi-ku deb chetga surmang. Pensiya borligi ijtimoiy yordamga muhtoj emas degani emas. Masalan, otangiz 70 yoshda, pensiyasi 1 million 600 ming so'm, lekin yurak uchun dorilar oyiga 90 ming so'm, bosimasi 500 ming so'm. Diabet uchun analiz va dori xarajati yana 2,5 ming so'm bo'lsa, u kishining real qo'lida qoladigan puli juda kamayadi. Agar uyda kommunal to'lov, oziq-ovqat, transport va shifokorga qatnash ham borligini hisoblasak, bunday pensionerga maqsadli yordam juda kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa yolg'iz yashayotgan qariyalar. Men amaliyotda eng ko'p muammo shu yerda paydo bo'lishini ko'raman. Farzandlari boshqa viloyatda, boshqa davlatda yoki umuman aloqasi sust bo'lgan pensionerlar hujjat yig'ishni bilmaydi. Ular telefon qilib so'rashdan uyaladi, mahallaga borishga qiynaladi, shifoxonaga borish uchun ham hamroh kerak bo'ladi. Agar bir 5 million so'mlik yordam shunday insonning dori-darmoniga
yoki parvarish xizmatiga yo'naltirilsa, bu uning hayot sifatini real yaxshilaydi. Masalan, bir bu oyga 300 ming so'mlik dori ichadi. Lekin pul yetmagani uchun dorini har kuni emas, kunora ichadi. Natijada bosimi ko'tariladi, tez yordam chaqiriladi, ahvoli og'irlashadi. Agar yordam orqali 3-4 oylik muhim dorilar qoplanib bersa, kasallik kuchayishining oldi olinadi. Bu faqat bo'yining sog'lig'i, balki davlat uchun ham tejamkorlik. Chunki og'ir asoratni davolash ancha qimmatga tushadi. Uchinchi toifa nogironligi bor keksalar yoki harakatlanishi cheklangan pensionerlar. Bunday insonlar uchun 5 million so'm oddiy pul emas, balki mustaqil harakatlanish, uyda xavfsiz yashash yoki sog'ligini saqlash imkoniyati bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir yurish moslamasi, maxsus hassa eshitish apparati, ortopedik mahsulot yoki gigiyena vositalariga muhtoj bo'ladi. Ba'zida oilalar 20 million so'm katta pul emas deydi. Lekin keksaning ehtiyojiga qarasak, shu mablag' bilan yiqilishning oldini oladigan moslama olinishi mumkin. Qariya yiqilib, so'ng suyagini sindirsa, keyingi davolanish, operatsiya, parvarish va ruhiy tushkunlik oilaga ham, davlatga ham juda katta yuk bo'ladi. Demak, maqsadli yordamning foydasi faqat bugungi xarajatni yopish emas, balki ertangi katta muammoning oldini olishdir. 4-toifa kam ta'minlangan oilada yashayotgan qariyalar. Masalan, bir xonadonda nafaqadagi ona ishsiz o'g'il, 2 nafar maktab yoshidagi bola bor. Ona pensiyasining katta qismi oziq-ovqatga ketadi. Tibbiy xarajatlar ortga suriladi. Agar yordam berilsa, oila uni oddiy ro'zg'or puliga aylantirib yubormasligi kerak. Men bu yerda juda muhim narsani aytaman. Maqsadli yordamning maqsadini buzish keyinchalik muammoga olib kelishi mumkin. Agar mablag' dori uchun ajratilgan bo'lsa, uni telefon, kiyim, to'y xarajati yoki qarz yopishga ishlatish to'g'ri bo'lmaydi. Ba'zi holatlarda hujjat, chek yoki xizmat ko'rsatilganini tasdiqlovchi ma'lumot talab qilinishi mumkin. Shuning uchun pul kelishi haqida eshitsangiz, avvalo uning shartini bilib oling. Endi kimlar xavotir olmasligi kerakligini ham aytaman. Agar sizning oilangizdagi pensioner sog'lom, doimiy parvarishga muhtoj emas, daromadi yetarli, ijtimoiy reyestrda turmaydi va alohida tibbiy xulosa talab qilinadigan holati yo'q bo'lsa, siz nega menga berilmadi deb darhol norozilik qilishdan oldin mezonlarni tekshiring. Har bir yordam ham universal bo'lmaydi. Universal to'lov degani hammaga bir xil beriladi. Maqsadli yordam esa ehtiyojga qarab beriladi. Bu ikkisini aralashtirmaslik kerak. Masalan, 2 pensionerni olaylik. Birinchisi 68 yoshda, pensiyasi 2 million 800 ming so'm. Farzandlari bilan yashaydi, tibbiy xarajatlari juda kam. Ikkinchisi 76 yoshda, yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1 million 300 ming so'm. Ko'zi yaxshi ko'rmaydi, diabeti bor. Oyiga muntazam analiz topshiradi. Agar yordam ikkinchisiga berilib, birinchisiga berilmasa, bu adolatsizlik degani emas. Bu ehtiyojga qarab ajratish degani. Shuning uchun men har doim maslahat beraman. Avval huquqiy asosni, qaror matnini mahalla yoki ijtimoiy himoya xodimining izohini bilib oling, keyin xulosa qiling. Endi eng ko'p beriladigan savolga kelamiz. Prezidentning 5 million so'mini nimaga sarflash mumkin? Men buni ehtimoliy yo'nalishlar bo'yicha tushuntiraman. Chunki aniq tartibda hudud, qaror yoki dasturga qarab tafsilotlar farq qilishi mumkin. Birinchi yo'nalish dori-darmon bo'lishi mumkin. Keksalar orasida eng katta xarajat aynan doriga ketadi. Yurak-qon tomir kasalliklari, yuqori qon bosimi, qandli diabet, bo'g'im og'rig'i, ko'z kasalliklari, asab tizimi bilan bog'liq muammolar doimiy xarajat talab qiladi. Agar mablag' dori uchun ajratilsa, dorixona cheki, shifokor retsepti yoki tibbiy tavsiya talab qilinishi mumkin. Shuning uchun dorini og'zaki tavsiya bilan emas, shifokor yozib bergan ko'rsatma asosida olish muhim. Ikkinchi yo'nalish tibbiy tekshiruv va davolanish xarajatlari bo'lishi mumkin. Masalan, qariya UZI, EKG, qon tahlili, ko'z shifokorida tekshiruvi yoki nevropatolog ko'rgiga muhtoj. Ba'zi tekshiruvlar davlat muassasasida bepul bo'lishi mumkin. Lekin navbat, yo'llanma yoki qo'shimcha xarajatlar sabab odamlar xususiy klinikaga boradi. Agar yordam aynan tibbiy xizmatga ishlatilsa, xizmat shartnomasi, chek yoki tibbiy xulosa kerak bo'lishi mumkin. Men bu joyda ogohlantiraman. Tanish klinika qilib beradi degan gaplarga ishonib, soxta chek, soxta xulosa, ortiqcha yozilgan summa bilan ish qilmang. Ijtimoiy yordamdagi har bir soxta hujjat keyin jiddiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Uchinchi yo'nalish reabilitatsiya va yordamchi vositalar. Bunga hassa yurish moslamasi, nogironlik aravachasi, eshitish apparati, ortopedik poyabzal, bosim o'lchagich, glyukometr, maxsus matras yoki gigiyena vositalari kirishi mumkin.
Masalan, diabeti bor qariya glyukometrsiz qondagi shakarni nazorat qila olmaydi. Har safar poliklinikaga borish qiyin. Agar uyda glyukometr bo'lsa, farzandi yoki ijtimoiy xodim ko'rsatkichni o'lchab shifokorga aytishi mumkin. Bu oddiy xarid emas, sog'liqni boshqarish vositasi. 4-yo'nalish parvarish va ijtimoiy xizmatlar. Ba'zi qariyalar o'zi to'liq eplay olmaydi. Ovqat qilish, uy yig'ishtirish, dorini vaqtida ichish, hammomga kirish, shifokorga borish, hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam kerak bo'ladi. Agar mablag' ijtimoiy xizmatga yo'naltirilsa, bu xizmatni kim ko'rsatishi, qanday tartibda hisoblanishi va qanday tasdiqlanishi muhim bo'ladi. Bunda yaqin qarindoshga shunchaki pul berish emas, rasmiy xizmat ko'rsatish tartibi bo'lishi mumkin. Shuning uchun men onamga qarayapman, pulni menga berishsin degan talab har doim ham qanoatlantirilmasligi mumkin. Tartibda professional ijtimoiy xodim, xizmat tashkiloti yoki mahalla orqali tasdiqlash nazarda tutilgan bo'lishi ehtimol. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat ro'yxatda bor yoki yo'qlik. Ko'p odamlar yordam haqida eshitadi, lekin o'zining ijtimoiy himoya yagona reyestrida bor yo'qligini bilmaydi. Agar dastur reyestr orqali ishlasa, sizning arizangiz ko'rib chiqilishi uchun oilaviy daromad, yashash sharoiti, pensiya miqdori, nogironlik holati, tibbiy ehtiyoj kabi ma'lumotlar tizimda to'g'ri ko'rinishi kerak. Agar ma'lumot eskirgan bo'lsa, masalan, qariya aslida yolg'iz yashaydi, lekin tizimda boshqa oila a'zolari bilan birga ko'rsatilgan bo'lsa, yordam kechikishi yoki rad etilishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat propiska va faktik yashash joyi. Qariya bir joyda ro'yxatda turib, boshqa joyda yashashi mumkin. Masalan, bu Qashqadaryoda ro'yxatda, lekin Toshkentda qizining uyida yashayapti. Murojaat qayerga qilinadi? Mahalla qayerdan davlatnoma beradi? Tibbiy xizmat qayerda olinadi? Mana shu savollar oldindan aniqlanmasa, hujjat aylanib qoladi. Men bunday holatda avvalo yashab turgan mahalla va ro'yxatda turgan hududdagi ijtimoiy himoya bo'limidan tartibni so'rashni maslahat beraman. Kerak bo'lsa vaqtincha yashash haqida ma'lumot. Tibbiy muassasa biriktiruvi yoki mahalla dalolatnomasi talab qilinadi. Uchinchi nozik jihat farzandlarning daromadi. Ba'zi ijtimoiy yordam turlarida qariyaning o'zi emas, u yashayotgan xonadonning umumiy daromadi ham hisobga olinadi. Bu juda ko'p norozilik tug'diradi. Masalan, pensioner ona o'g'lining uyida yashaydi. O'g'il rasmiy oylik oladi. Tizim xonadon daromadini ko'rib, bu oila kam ta'minlangan emas deyishi mumkin. Lekin amalda o'g'ilning kreditlari, bolalarining xarajatlari, ijara yoki boshqa majburiyatlari bor. Shuning uchun ariza berishda real holatni hujjatlar bilan ko'rsatish kerak. Tibbiy xarajatlar, qarovga muhtojlik, nogironlik alohida xarajatlar. Faqat bizga qiyin deyish yetarli bo'lmaydi. 4-nozik jihat naqd pul va plastik karta masalasi. Agar yordam pul ko'rinishida berilsa, u pensionerning kartasiga tushishi mumkin. Agar xizmat ko'rinishida bo'lsa, pul odamning qo'liga berilmasdan xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yoki dorixonaga yo'naltirilishi mumkin. Shu sababli firibgarlar karta raqamingizni bering, kodni ayting, men sizga 5 millionni chiqarib beraman deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga SMS kod, bank kartasi paroli, ilova kodi, pasport rasmi va kartaning to'liq ma'lumotini yubormang. Davlat idorasi sizdan telefon orqali bank ilovasining maxfiy kodini so'ramaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, bu yordam emas, firibgarlik bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat muddat. Ko'p dasturlarda murojaat qilish, ro'yxat shakllantirish yoki xizmatdan foydalanish uchun muddat bo'ladi. Odamlar keyin boraman deb yuradi. Keyin esa ro'yxat yopilgan, mablag' taqsimlangan yoki navbat keyinga oyga o'tgan bo'ladi. Shuning uchun 1 avgustdan kuchga kiradigan tartib bo'lsa, avgust kirishi bilan kutib o'tirmasdan mahallaga, ijtimoiy himoya bo'limiga yoki mas'ul tashkilotga murojaat qilish kerak. Ayniqsa qariya yolg'iz bo'lsa, farzandlar buni o'z zimmasiga olishi kerak. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam qariyaning hujjatlarini tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensioner guvohnomasi bo'lsa, pensiya ma'lumotlari, nogironlik haqida hujjat bo'lsa, uning nusxasi, tibbiy xulosalar, shifokor retseptlari, oxirgi tahlillar va dori ro'yxatini yig'ing. Agar qariya yolg'iz yashasa, mahalla dalolatnomasi yoki yashash sharoitini tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, real xarajatni yozib chiqing. Men odamlarga har doim oddiy daftar tutishni maslahat beraman. Masalan, bosim dorisi 120 ming so'm, yurak dorisi 1,5 ming so'm, diabet tabletkasi 2,5 ming so'm, test chiziqlari 1,5 ming so'm,
taksi yoki transport tamaki 1000 so'm deb yozing. Bir oyda qancha chiqyapti? 3 oyda qancha bo'ladi? Shuni ko'rsating. Ijtimoiy yordam so'raganda raqamlar juda muhim. Raqamsiz murojaat umumiy shikoyatga o'xshaydi. Raqam bilan murojaat esa aniq ehtiyojni ko'rsatadi. 3-qadam mahallaga murojaat qiling. Mahalla raisi, xotin-qizlar faoli hokim yordamchisi yoki ijtimoiy xodim orqali qariyaning holati bo'yicha ma'lumot kiriting. Lekin faqat og'zaki aytib ketmang. Ariza yozing. Arizada qariyaning F.H. tug'ilgan yili, yashash manzili, pensiya miqdori, sog'lig'i, qanday yordam kerakligi aniq yozilsin. Masalan, onam 74 yoshda qandli diabet va arterial gipertoniya bilan doimiy davolanadi. Oyiga o'rtacha 6-7 ming so'm dori xarajati bor. 5 million so'mlik yordamni dori-darmon va glyukometr test chiziqlariga yo'naltirishni so'rayman deb yozish mumkin. Mana shunday aniq ariza ko'rib chiqishga qulay bo'ladi. 4-qadam, tibbiy xulosani yangilang. Ba'zi odamlar 3 yil oldingi tashxis bilan yordam so'raydi. Lekin hozirgi ehtiyojni ko'rsatish uchun yangi shifokor ko'rigi kerak bo'lishi mumkin. Oilaviy poliklinikaga boring, terapevt yoki kerakli mutaxassisdan kasallik. Doimiy dori ehtiyoji, parvarish zarurati haqida ma'lumot oling. Agar qariya yurishga qiynalsa, uyga shifokor chaqirish tartibini so'rang. Tibbiy xulosa qanchalik aniq bo'lsa, yordamning maqsadli berilishi shunchalik oson bo'ladi. 5-qadam, javobni nazorat qiling. Ariza topshirildi. Demak, ish tugadi degani emas. Ariza raqamini, qabul qilingan sanani, kim qabul qilganini yozib oling. 10 kun, 15 kun yoki belgilangan muddat o'tgach javobni so'rang. Agar rad javobi bo'lsa, rad etish sababi yozma shaklda berilishini so'rang. Chunki sababni bilmasdan muammoni tuzatib bo'lmaydi. Balki bitta hujjat yetishmagandir. Balki tibbiy xulosa eski bo'lgandir. Balki reyestrdagi ma'lumot noto'g'ridir. Yozma sabab bo'lsa, keyingi qadam aniq bo'ladi. 6-qadam, pul ishlatilganini tasdiqlovchi hujjatlarni saqlang. Dorixona cheki, klinika kvitansiyasi, xizmat shartnomasi, to'lov kvitansiyasi, retsept nusxasi, mahsulot kafolat qog'ozi bo'lsa, barchasini alohida papkaga soling. Bu faqat tekshiruv uchun emas, keyingi yordamlarni olishda ham kerak bo'ladi. Masalan, siz bir marta glyukometr oldingiz. Keyin test chiziqlari doimiy kerak bo'ladi. Oldingi xarid hujjatlari keyingi ehtiyojni isbotlashga yordam beradi. Keling, 3 ta hayotiy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat, 71 yoshli ota, pensiyasi 1 million 700 ming so'm. Yurak kasalligi bor. Oyiga 302 ming so'm dori oladi. Har 2 oyda bir EKG va tahlil topshiradi. Bunga o'rtacha 200 ming so'm ketadi. Agar 1 ming so'mlik yordam dori va tekshiruvga yo'naltirilsa, 3 oy davomida eng zarur xarajat qoplanadi. Natijada ota dorini uzmasdan ichadi. Kasallik zo'raymaydi, tez yordam chaqirish ehtimoli kamayadi. Ikkinchi vaziyat, 78 yoshli bu yolg'iz yashaydi. Ko'zi xira, oyoqlari og'riydi. Pensiyasi oziq-ovqat va kommunal to'lovdan ortmaydi. Unga yurish moslamasi, qon bosimini o'lchash apparati va bir oylik dori kerak. Bu yerda yil bo'yi million so'mning to'g'ri sarflanishi buning uy ichida yiqilmasdan harakatlanishiga, bosimni nazorat qilishiga, shifokor tavsiyasini bajarishiga yordam beradi. Agar bu mablag' oddiy ro'zg'or xarajati ketib qolsa, asosiy muammo hal bo'lmaydi. 3-vaziyat, 69 yoshli ona farzandlari bilan yashaydi. Lekin insultdan keyin parvarishga muhtoj. Oila uni boqadi. Lekin reabilitatsiya mashg'ulotlari, massaj, maxsus gigiyena vositalari va dori-darmon katta xarajat qiladi. Agar tartib ruxsat bersa, yordam reabilitatsiya xizmatiga yoki parvarish vositalariga ishlatilishi mumkin. Bu onaning tiklanish imkoniyatini oshiradi. Insultdan keyingi davrda bir oy kechikish ham qo'l-oyoq harakati, nutq va mustaqil yurish imkoniyatiga ta'sir qiladi. Shuning uchun bunday holatda vaqtni cho'zmaslik kerak. Men tomoshabinlarga yana bir bor ogohlantiraman, ijtimoiy yordam atrofida firibgarlar tez paydo bo'ladi. Men ro'yxatga kiritib beraman. 20 millionni tezlashtirib beraman. Oldindan 1 ming so'm tashlab bering. Karta kodini ayting degan gaplarga ishonmang. Rasmiy yordam uchun pora berish ham, pora so'rash ham noqonuniy. Agar kimdir sizdan pul talab qilsa, uning lavozimi, ismi, qaysi idoradanligini so'rang va rasmiy murojaat qiling. Haqiqiy tartib hujjat, ariza va mezon asosida yuradi, yashirin to'lov asosida emas. Yana bir xato. Yordamni qarindoshlar o'rtasida talashish. Mablag' qariyaning ehtiyoji uchun. Agar karta qariyaning nomida bo'lsa, farzandlar uni o'z xarajatiga ishlatib yubormasligi kerak. Bu axloqiy jihatdan ham, huquqiy jihatdan ham noto'g'ri. Qariyaning dorisi olinmasa, xizmat ko'rsatilmasa,
keyin oqibatini o'sha qariya ko'radi. Men farzandlarga shuni aytaman. Ota-onangizning nomiga kelgan yordamni ularning sog'lig'i, xavfsizligi va parvarishiga ishlating. Bu pul oilaning umumiy daromadi emas, maqsadli yordam bo'lishi mumkin. Bugungi mavzuda eng asosiy fikr shuki, 1 avgustdan qariyalar uchun berilishi aytilayotgan men. 5 million so'mlik yordamni oddiy, hammaga naqd pul tarqatiladi deb tushunmaslik kerak. Eng to'g'ri yo'l kimga tegishli, qanday shart bilan beriladi, nimaga sarflash mumkin, qanday hujjat kerak, qayerga murojaat qilinadi. Shuni aniq tekshirish. Bu mablag' dori-darmon, tibbiy xizmat, reabilitatsiya vositalari yoki parvarish bilan bog'liq ehtiyojlarga yo'naltirilsa, qariyalar uchun juda katta yengillik bo'ladi. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq oilangizdagi pensionerlarning hujjatlarini ko'rib chiqing, dori xarajatlarini yozing, tibbiy xulosalarni yangilang, mahalla yoki ijtimoiy himoya bo'limidan rasmiy tartibni so'rang. Shunda yordam chiqsa ham, chiqmasa ham. Siz vaziyatni nazorat qilasiz va keraksiz mish-mishlarga aldanmaysiz. Sizning fikringiz men uchun muhim. Siz yashayotgan hududda qariyalarga bunday yordam bo'yicha qanday ma'lumot berilyapti? Mahalla tushuntiryaptimi? Odamlar ro'yxatga olinyaptimi? Izohlarda yozib qoldiring. Videoni ko'proq odam ko'rish uchun like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa ota-onasi, bobo-buvisi bor oilalar uchun juda zarur.